1000 satanmay qolib qolsangiz, men olmayman qo'yni. Ajab chiroyli qilmoqlarlikka nech pul oldingiz? 1300. 1300 qo'y. Shunimi? Ha. Ma qo'yilni 5 million deyotgan qo'ylarga o'xshab ketdi ekan-a? Shakli o'xshaydi. Ha, shakli o'xshaydi. Lekin bu mushum makitchida. Ishqilib cho'ng'ish kimga oldim bo'ldi. Xo'sh, buningki anlarini arg'anman hozirda. Onsa aritib kimga oldim. Ham buning nima bermas? Sarxilning mozaimi va shuni bergan o'tganda. Buning moza paqlari mozayi berayapti. Shu bani bermam deydi bani. Bani? Ha. Qiziq qadamlar bak. Xo'sh, xo'sh men yana isib ketdi tapda. Hozir nima deb keldingiz? Paqlayimda o'tgan bir xaltaga, yana bir xalta olay deb keldim. Hozir men qo'ziningki donasi 450 ga atrofda to'xtabdi. Birsiga bir xaltalam ham bersangiz, 400 ko'lik qo'ziga. Bo'ldi, mush 3 bir xalta bersam qo'yib olib ketadi. Nech pul sotasiz donasini? Donasini 12 qo'yib sotaman. Ha, shu. Ko'rdingizmi? Men mening gapim emas, baxmuchimizning gapi. Men 3 qo'yga, men qo'ziyamdan birini ham berdi. 400 qo'ydan olganni 1200 qo'ydan sotadi. Agar 1000 qo'y sotanmay qolib qolsangiz, men olmayman qo'yni. Bilsa. Agar qo'lingizdan. Mushondan birini berdi. 400 qo'ylik qo'zni 1000 qo'y sota oladi. Eng az o'lganchada men hamma baxmuchim ishda qilayotgan ishim men o'shda foydalanib qolsangiz bo'ldi. Anandan keyin men Sarxilninki Qashqa Ko'ni shaharda 300 da vakolatchimiz yo'q, 300 larda vakolatchi bo'lsam bo'ldi deydigan usta ayrim gap qilsangiz bo'ldi. Aman bo'linglar, xayr xo'sh.